Bayram dasturxoniga hech qanaqa tarozsiz oson usulda sinkas rulet qilishni o'rgataman. O'xshamasin desam albatta o'xshab chiqadi. Tuxum oqini quruq idishga solib yaxshilab ko'pirtirib, shakar solib ko'pirtiramiz. Shakarlar erib ketgandan keyin tuxum sarig'ini solib mikserda eng past оборотida yana mikser qilamiz. Hamma quruq mahsulotlarimiz elakdan o'tkazib, yana mikserda past оборотida aralashtiramiz. Gaz listiga bir xil qilib sovolib, 160 gradusda yarim soatda pishirib olamiz. Bu orada eng mazali morojniy krem tayyorlab olamiz. Agar uylarda cheese krem bo'lmasa, ichiga solishingiz shart emas. Endi bo'lsa eng mazali joyi iriska bilan yong'oqni aralashtirib olamiz. Biskvitimiz pishib chiqqach, qo'l sochiqqa o'rash shart emas. Shunaqa kalkasiga issiqligida o'rab qo'ysa juda ham yaxshi. Ustiga surishga ozgina krem olib qo'yamiz. Qolganini ichiga yaxshilab surib, iriska solamiz va zich qilib o'rab olamiz. Yog'i fantaziyangizga bog'liq, chiroyli qilib ustilarini yasatib olasiz. Bu rulet shu paytgacha yegalaringiz ichida eng mazali, yumshog'i bo'ladi. Bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'rsangiz, bu sizni eng yaxshi ko'rgan shirinliklaringiz qatoridan joy oladi.